Erkak kishi qachon yig'laydi? Erkak kishi qo'lidan hech narsa kelmay qolganda, yo'qchilikdan singanda yig'laydi. Erkak kishi qachon yig'laydi? Farzandining tobuti qanchalik og'ir bo'lmasin, uni ko'tarishga majbur bo'lganda yig'laydi. Erkak kishi qachon yig'laydi? Onasi olamdan o'tganda, unga qo'l siltagan kunlarini eslab, erkak ho'ng yig'laydi. Erkak kishi qachon yig'laydi? Dushmanining bergan zarbasidan emas, o'sha zarbada do'stining qo'li borligini bilganda yig'laydi. Jondan oshiq suygani, bir yostiqqa bosh qo'ygani xiyonat qilganda yig'laydi. Ehtimol erkaklar hech qachon ko'z yoshini ko'rsatmagani uchun doim baxtiyordek, farqi yo'qdek ko'rinar. Lekin erkak kishi yig'laydi. Yig'laganda ham ho'ng yig'laydi. Siz buni bilmaysiz ayollar.